Bolajonlar har doim ham qorni och bo'lganda yig'lamaydi. Unga boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda klientlar kelishganda aytishadi, kechasi bolam yig'laydi yoki kunduzi bolam yig'laydi, ona suti bilan oziqlansa ona sutini yoki smes bilan oziqlansa darhol kasha beraman, lekin ichmaydi, yig'layveradi deb aytishadi. Bunga asosiy sabablardan biri bola o'zini noqulay his qilayotgan bo'ladi. Balki qorni og'riyotgan yoki qulog'i og'riyotgan yoki shamollash oldi holatlari bo'lishi mumkin. Yana boshqa holatlari ham bor. Bola kiyimida o'zini noqulay his qilganda, tor kiyim yoki haddan tashqari matosi qalin kiyimlarda ham o'zini noqulay his qiladi. Haddan tashqari sovib ketsa ham va haddan tashqari isib ketsa ham bola o'z-o'zidan yig'laydi. Bolada toshmalar toshishi, bu qichishga, bolani o'zini noqulay his qilishiga sabab bo'ladi. Har doim onajonlar yig'laganda darhol uni ovqatlantirmasdan oldin uni har tomonlama tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Eng asosiysi birinchi marta uni tagligidan boshlash kerak. Tagligi quruq bola ancha o'zini erkin va xotirjam his qiladi. Bu videoni chaqalog'i ko'p yig'laydigan onajonlarga yuborib qo'yamiz.